Lipidlar bu gidrofob biomolekulalar guruhi bo'lib, tirik organizmlarda ular muhim rol o'ynaydi. Lipidlarning asosiy vazifasi uzoq muddatli energiyani saqlash, lekin ular faqat shu bilan cheklanmaydi. Ular himoya qiladi, issiqlikni saqlaydi va sirpanishni ta'minlaydi. Shuningdek, ular ayrim gormonlar uchun asos bo'ladi va hujayra membranasining muhim qismi hisoblanadi. Ularning 4 ta guruhi bor. Bular trigliseridlar, fosfolipidlar, steroidlar va mumlar. Bu guruhlar ko'p jihatdan farq qiladi, lekin ularning barchasida bitta umumiy xususiyat bor. Ular suvda erimaydi. Siz sezgan bo'lishingiz mumkin, lipidlar va suv aralashmaydi. Masalan, suv ichidagi sariq rangli yog'ni tasavvur qiling. Agar uni bir necha daqiqa, hatto bir necha soat aralashtirsangiz ham, yog' baribir suvdan ajralib chiqadi. Bu lipidlarning gidrofob ekanligi sababli. Gidro suv degani, fobik esa qo'rqish degani. Demak, lipidlar suv bilan aralashmaydi. Endi trigliseridlarga yaqinroq qaraymiz. Trigliseridlar yog'lar va moylarni o'z ichiga oladi. Yog'lar, masalan, saryog' yoki hayvon yog'lari xona haroratida qattiq bo'ladi va hayvonlarda issiqlikni saqlash, himoya qilish hamda zaxira sifatida xizmat qiladi. Moylar esa, masalan, makkajo'xori yoki zaytun moyi xona haroratida suyuq o'simliklarda energiya zaxirasi vazifasini bajaradi. Molekulyar darajada trigliseridlar 2 qismdan iborat bo'ladi: glitserol va yog' kislotalari. Yog' kislotalarga qisqacha qaraymiz. Har bir yog' kislotalari 3 qismdan iborat: uglevodorod zanjiri, bir uchida metil guruh va boshqa uchida esa kislota guruh. Yog' kislotalari 2 xil bo'ladi: to'yingan va to'yinmagan. To'yingan yog' kislotalarida faqat bitta bog'lar bo'ladi, ya'ni ular maksimal darajada vodorod bilan to'yingan. To'yinmagan yog' kislotalar esa bir yoki bir nechta qo'sh bog'lardan iborat bo'ladi va bu qo'sh bog'lar zanjirni egadi va yog'ning erish haroratiga ta'sir qiladi. Hayvon yog'lari odatda to'yingan bo'ladi, ya'ni qattiq. O'simlik moylari esa qo'sh bog'larga ega va suyuq. Trans yog'lar bu to'yinmagan yog'larning bir turi hisoblanadi. Ya'ni unda vodorod atomlari qarama-qarshi tomonda joylashgan bo'ladi. Ular asosan qayta ishlangan oziq-ovqatlarda uchraydi va qisman gidrogenlangan moylarda ham mavjud. Yog'ning saqlanish muddatini oshirish uchun to'yinmagan moylarga vodorod atomi qo'shiladi. Natijada trans yog'lar hosil bo'ladi. Afsuski, trans yog'lar yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq. Shuning uchun ularning qo'llanishi kamaygan. Endi trigliserid qanday hosil bo'lishini ko'ramiz. 3 ta yog' kislotasi va bitta glitserol bilan birikadi. Bu jarayon dehidratsiya sintezi deb ataladi. Ya'ni 3 ta yog' kislota bitta suv bilan qo'shilyapti. Keyingi guruh fosfolipidlar. Ular trigliseridlarga o'xshaydi, lekin 3-yog' kislotasining o'rniga fosfat guruh bo'ladi. Fosfolipidlarning juda muhim xususiyati bor. Ularning bosh qismi gidrofil, ya'ni suvni yaxshi ko'radi. Dum qismi esa gidrofob, ya'ni suvni umuman yoqtirmaydi. Dum qismi suvga tushganda erib ketmaydi. Shuning uchun ular o'ziga xos tarzda joylashadi. Bosh qismi suvga qaraydi, dumlari esa ichkariga yashirinadi. Bu tuzilma hujayra membranasining asosini tashkil qiladi. Keyingi guruh steroidlar. Ular 4 ta birikkan halqadan iborat.
Eng mashhur steroidlardan biri xolesterin. Xolesterin boshqa steroidlar uchun asos bo'ladi. Masalan, boshqa testosteron, estrogen, D vitamini va kortizon u hujayra membranasini ham barqaror qiladi. Testosteron va estrogen tuzilishi o'xshash bo'lsa ham, ularning organizmga ta'siri juda farqli. Oxirgi guruh mumlar. Ular suvni itaradi, ya'ni gidrofob. Ular o'simlik barglari, hayvonlar yuzasida himoya qatlamini hosil qiladi. Ba'zi hayvonlarning qulog'ida ham himoya vazifasini bajaradi va asalari uyasini qurishda ishlatiladi. Endi qisqacha xulosa qilamiz. Lipidlarning 4 ta turi bor: fosfolipid, trigliserid, steroid va mum. Ularning barchasi suvda erimaydi. Asosiy vazifasi esa energiya saqlash, lekin ular himoya, izolyatsiya, gormonlar hosil qilish va hujayra membranasini tuzishda ham muhim rol o'ynaydi.